Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlarga qo'shimcha to'lovlar joriy etish taklif qilindi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi vizasiz mamlakatlardan kelgan mehnat migrantlarining Rossiyada bo'lishi iqtisodiy shartlarini kuchaytiradigan qonun loyihalari to'plamini tayyorlagan. Hukumat nafaqat migrant o'zi uchun, balki voyaga yetmagan farzandlari uchun ham ishlash huquqini beruvchi patentga pul to'lashga majburligi haqida tashabbusni ko'rib chiqmoqchiligini aytilgan. Taklifga binoan har bir voyaga yetmagan oila a'zosi uchun patent qiymatining 50% miqdordagi qo'shimcha to'lov joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Patent narxi hududga qarab farqlanib, mamlakat bo'yicha 3,4 mingdan 27,3 ming rublgacha, Moskvada esa taxminan 10 ming rublni tashkil etishi ma'lum qilingan. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya migrantlar uchun medosmotr qoidalarini kuchaytirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Davlat Dumasi migrantlar uchun tibbiy ko'rik qoidalarini o'zgartiruvchi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash qo'mitasi rahbari Sergey Leonov ma'lum qildi. Endi Rossiyaga 90 kundan ortiq vaqtga kelgan chet elliklar kirishdan keyin 30 kun ichida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart bo'ladi. Ilgari ularga buni amalga oshirish uchun 90 kun muddat berilgan edi. Tekshiruv natijalari haqidagi ma'lumotlar yagona sog'liqni saqlash tizimiga, shuningdek Ichki ishlar vazirligi va Rospodrebnadzorga yuboriladi. Agar muhojirda xavfli yuqumli kasalliklar aniqlansa, u Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Tibbiy ma'lumotnomalarni soxtalashtirish jinoyat hisoblanadi va 8 yilgacha qamoq bilan jazolanadi. Shuningdek, 28-yanvarda Ichki ishlar vazirligi va ta'lim tizimi o'rtasida axborot almashishning yangi tartibi kuchga kirdi. Endi agentliklar maktab va kollejlarda o'qiyotgan chet el fuqarolarining farzandlari haqida muntazam ravishda ma'lumotlar almashib turadi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Endi migrantlarga zo'r bo'ladi. Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 23 fevraldan mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba, dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1,200,000 so'm. Sankt-Peterburg avtovokzaligacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novoyasinskaya avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish reyslari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlar soni kamaydi. Endi nima bo'ladi? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 2026-yil boshiga kelib Rossiyadagi xorijiy fuqarolar soni 5,7 millionga kamaydi. 1 yil oldin bu ko'rsatkich taxminan 6,3 million edi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi vakili Aleksandr Pirojogin migratsiya siyosati bo'yicha konferensiyada ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy sabablardan biri Rossiyadagi migrant bolalar sonining kamayishi. Ularning soni deyarli 4 dan 1 qismga kamaydi. 2025-yil uchun rasmiy natijalar fevral oyida e'lon qilinadi. Ichki ishlar vazirligi shuningdek, agar ota-onalar farzandlarining Rossiyada qonuniy yashash joyini rasmiylashtirmasa yoki ularga majburiy maktab ta'limini bermasa, rasmiylar ularning maktablarda qolishiga qarshi qaror qilishlari mumkinligini eslatdi. 2026-yil 28-yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirligi va ta'lim organlari xorijiy fuqarolarning farzandlari haqida ma'lumotlar almashadigan qonun kuchga kirdi. Ichki ishlar vazirligi bola migratsiya maqsadlarida ro'yxatdan o'tkazilganda yoki ro'yxatdan chiqarilganda xabar beradi. Maktablar va kollejlar o'quvchilarning arizalari, qabul, o'qishdan tezlashtirish va rus tili test natijalari haqidagi ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligiga yuboradi.
Mutaxassislarning fikricha, qonunlar qattiqlashishi tufayli migrantlar soni ham kamaygan. Yashash qoidalarini buzgan chet elliklar endi tezda nazorat ostidagi shaxslarning maxsus reyestriga qo'shilib, jiddiy cheklovlarga duch keladi. Masalan, bunday shaxslarga asosiy xarajatlar va jarimalarni qoplash uchun faqat 30 ming rublgacha bo'lgan bank hisoblaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Shu sababli ko'pchilik Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi va agar kirishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilinsa, qaytishga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari, vizasiz kelganlarning qolish muddati qisqartiriladi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada bir kalendar yilida 90 kundan ortiq bo'lishi taqiqlanadi. Ilgari bu muddat har 6 oylik davrda 90 kun edi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Fevral oyida, aniqrog'i 5-fevraldan boshlab noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish rejimi o'zgaradi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Fevral oyida Rossiyadagi migrantlar uchun nimalar o'zgaradi? Fevral oyida, aniqrog'i 5-fevraldan boshlab noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish rejimi o'zgaradi. Ularga deportatsiya va vidvoreniya bilan birga yangi chiqarib yuborish rejimi qo'llaniladi. Ular maxsus reyestrga kiritiladi va politsiyaga o'z joylashuvi haqida xabar berishlari shart bo'ladi. Ularga uy-joy yoki mashina sotib olish, kredit olish, turmush qurish yoki mamlakat ichida erkin harakatlanish taqiqlanadi. Shuningdek, kirish yoki chiqish qoidalarini buzganlik, shuningdek, nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritilgan migrantga taqiqlangan xizmatlarni ko'rsatganlik uchun ma'muriy jazo choralari joriy etiladi. Endi politsiya xorijiy fuqarolarni Rossiyadan ma'muriy ravishda chiqarib yuborish bo'yicha mustaqil ravishda qaror qabul qila oladi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.